Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Moskva hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Assalomu alaykum. AQSh va Eron tinchlik bitimi matnini kelishib oldi. Shahboz Sharif. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisyasi tugmalarini bosib qo'ying. AQSh va Eron o'rtasida tinchlik shartnomasi matni tomonlar o'rtasida kelishib olindi. Shuningdek, ushbu mamlakatlar memorandum imzolashga yaqin. Bu haqda 12-iyun kuni Pokiston bosh vaziri Shahboz Sharif o'zining X ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida ma'lum qildi. Biz tinchlik bo'yicha yakuniy kelishilgan bitim matni tayyor bo'lganini tasdiqlashimiz mumkin. Hozirda Pokiston keyingi qadamlarni yakunlash uchun har ikki tomon bilan yaqindan hamkorlik qilmoqda, deydi Sharif. Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Araghchi ham o'zining X ijtimoiy tarmog'ida Tehron va Vashington memorandum tuzishga yaqin ekanini ma'lum qildi. Islomobod bilan o'zaro anglashuv memorandumi hech qachon bu qadar yaqin bo'lmagan edi. Memorandum yakuniy tasdiqlanmagunga qadar turli taxminlardan tiyilib turishi maqsadga muvofiq barcha tafsilotlar belgilangan muddatda jamoatchilikka e'lon qilinadi, deb yozdi Araghchi. Eron tashqi ishlar vazirining ushbu xabardan olingan skrinshotni AQSh prezidenti Donald Tramp ham o'zining ijtimoiy tarmog'idagi sahifasiga joylashtirdi. Eslatib o'tamiz, avvalroq Eron va AQSh o'rtasida 14 banddan iborat anglashuv memorandumi loyihasining yangi tafsilotlari e'lon qilingan edi. Eron va AQSh o'rtasidagi 14 banddan iborat kelishuv anglashuv memorandumi loyihasi yangi tafsilotlari e'lon qilindi. Bu haqda Eron muzokara jamoasiga yaqin manbaga tayanib Mehr xabar berdi. Loyihaga ko'ra, hujjatda quyidagi asosiy bandlar ko'rsatilgan: barcha frontlarda, jumladan Livanda ham urushni darhol va doimiy to'xtatish, AQSh Eronning ichki ishlariga aralashmasligi va uning suverenitetini hurmat qilishi majburiyati, dengiz blokadasini 30 kun ichida bekor qilish, Eron atrofida AQSh qo'shinlarining chiqarilishi, 30 kun ichida Eron bo'g'ozini Eron shtatlar asosida qayta ochish, neft va neft kimyo mahsulotlariga qo'yilgan sanksiyalarni to'xtatish hamda Eronning moliyaviy aktivlaridan to'liq foydalanish imkonini berish, AQSh va uning ittifoqchilari tomonidan Eronni qayta tiklash uchun kamida $300 milliard reja taqdim etilishi, yadro masalasi va sanksiyalarni to'liq bekor qilish bo'yicha 60 kunlik yakuniy muzokaralar, Eronning yadro qurolini tarqatmaslik shartnomasiga sodiqligini tasdiqlashi, muzokaralar davomida AQSh qo'shinlari sonini oshirmaslik va yangi sanksiyalarni kiritmaslik, muzlatilgan $24 milliard Eron mablag'larining bir qismini bosqichma-bosqich, yarmini esa muzokaralar boshlanishidan oldin ozod qilish, kelishuv ijrosini nazorat qilish mexanizmini yaratish, yakuniy kelishuvni BMT Xavfsizlik kengashi rezolyutsiyasi bilan tasdiqlash. Yakuniy muzokaralar faqat ayrim masalalar, yadro dasturi, sanksiyalar va iqtisodiy tiklanish bo'yicha olib boriladi. Raketalar dasturi va mintaqaviy qurollar guruhlar masalalari kun tartibidan chiqariladi. Ma'lum qilinishicha, ushbu loyiha hali rasmiy idora tomonidan ko'rib chiqilmoqda va yakuniy tasdiqdan o'tmagan. Avvalroq AQSh prezidenti Donald Tramp Eron hududiga rejalashtirilgan harbiy zarbalar amalga oshirilmasligini ma'lum qilgandi. Donald Trampning ma'lum qilishicha, Qo'shma Shtatlar Eronga qarshi so'nggi zarbalar davomida umumiy qiymati $250 million ga teng bo'lgan o'q-dorilar va qurol-yarog'dan foydalangan. Tramp bu haqda Fox News'ga bergan intervyusida ma'lum qildi. Kechasi biz ularga umumiy qiymati $250 million bo'lgan bombalarni tashladik, dedi AQSh rahbari. Prezident hujumlarda aniq qanday turdagi qurollardan foydalangani haqida to'xtalmadi, biroq uning bayonoti Vashingtonning Eronga qarshi harbiy operatsiyalarni ko'lami va sarflanayotgan resurslar hajmini ko'rsatishi bilan ahamiyatli hisoblanmoqda. So'nggi kunlarda AQSh va Eron o'rtasidagi keskinlik yanada kuchayib, tomonlar o'zaro zarbalar almashmoqda. Shu bilan birga Tramp Vashington va Tehron o'rtasida tinchlik kelishuviga erishish imkoniyati hali ham mavjud va saqlanib qolayotganligini ta'kidlab kelmoqda.